Mana nega oddiy aktyor 2 kun mashq bo'lib, jangovar san'at bilan shug'ullanib yurgan haqiqiy jangchiga qarshi jang qilmasligi kerak. Bu faqat shou, yengil ko'rgazmali jang bo'lishi kerak edi, lekin urush o'rniga janjal, rasvo usullar va to'liq sharmandalik yuz berdi. Muay Thai afsonasi Buako ringga xitoylik aktyorga qarshi chiqdi. U o'zini kung fu ustasi deb atagan, ammo Buako kloun emas. U K1 chempioni, 3 dan ko'p jang qilgan va yillar davomida haqiqiy to'qnashuvlarda to'plangan jangchi. Qarshi tomonda esa Yan Lun reklama qilingan mag'lubiyat ko'rmagan kung fu jangchisi. Birinchi soniyadayoq ustoz rasvo yo'llarini boshladi. Taqiqlangan zarbalar, ahmoqona aylanishlar, bu uslubini u tajovuzkorlik deb ko'rsatmoqchi bo'ldi. Ammo Buako haqiqiy jang rejimiga o'tgach, hammasi tugadi. Bir aniq tizadan zarba va Yan Lunning barcha ponti o'chib ketdi. U darhol hakamga jang qoidalarini hozirroq o'zgartirishini so'radi. Eng kulgili joyi, hakam uni nima demoqchi ekanligini tushunmadi ham, shunchaki ishora qilib davom et dedi. Yan Lu esa burchakka ketib qoldi. Men Muay Thai'da tiza zarbasi borligini bilmasim deya xafa bo'lib qoldi. Organizatorlar yarim soat uni qaytishini kutishdi, ammo tomoshabinlar uni xafa qilib haydab yuborishdi. Do'stlar, bunaqa jang haqida sizning fikringiz qanday? Kommentariy yozib qoldiring.